G'arb va Yevropa mamlakatlaridagi tomoshabinlar uchun Hayao Miyazaki filmlaridagi ayrim o'ziga xosliklar bir qarashda g'alati tuyulishi mumkin. Nimayam derdik. Hatto yaponlarni o'zi ham uni to'liq tushunavermaydi. Ammo ko'pchilikni ta'kidlashiga ko'ra, rejissyor o'z kadrlari orasida mulohaza uchun maxsus vaqt qoldiradi, ya'ni tanaffus. Film qahramonlari to'xtashi, o'ylanib qolishi, jimgina suvga termilib o'tirishi mumkin. O'z intervyusi davomida Miyazaki kinotanqidchi Roger Ebertga buni sababini quyidagicha izohlaydi. Yapon tilida bu holat uchun maxsus so'z bor: ma, bo'shliq. Filmlarda bu tanaffuslar atayin qoldiriladi. Agar bir necha bor qarsak chalsam, har bir qarsagim o'rtasidagi vaqt bu ma. Agar film doimiy harakatlarga to'la bo'lsa, tomoshabinni nafas rostlashga vaqti qolmaydi. Bir muddat tanaffus olinganda esa bu keskinlik kengroq bo'shliqqa singib ketadi.